Erkak menga kerak emas. Men o'zim pul topaman, o'zim ro'zg'or qilaman, kiyintiraman, yediraman, ichiraman, o'qitaman, hamma narsani o'zim qilaman. Menga er kerak emas deydigan hozir ayollar kammi? Rossiya ham ko'p-ku. Bu 100% ta'sir qiladi munosabatlarga. Munosabatlarda siz o'z o'rningizda emassiz, keyin siz bechorasiz, жертва pozitsiya bo'lasiz, потому что onam bizani bitta o'zlari mana kuchli ayol bo'lib, boy kuchli ayollar haqida so'radingiz-ku, ayol kuchli bo'lib ketgan, ya'ni onam juda kuchli bo'lib ketganlar, pul topganlar, obro' topganlar, hamma narsani, ya'ni isbotda men ko'rsatib qo'yaman, qanaqa bo'la olishim mumkin, farzandlarimni qanaqa katta qila olishim mumkin, ko'rsatib qo'yaman degan hisda bizani tarbiya qilganlar, yedirganlar. Ham ota-onasi bo'lgan uylarda, ana otasi ham biza yaxshi yashayapti. Bitta onam shu narsani qiladi. Hozir bunaqa ayollar ko'p-ku. Faqat isbot erkak menga kerak emas. Men o'zim pul topaman, o'zim ro'zg'or qilaman, kiyintiraman, yediraman, ichiraman, o'qitaman, hamma narsani o'zim qilaman. Menga er kerak emas deydigan hozir ayollar kammi? Rossiya ham ko'p-ku. Rostdan ham lekin shuni eplay olishyapti. Meni onam ham eplay olganlar, lekin onamda og'riq bo'lgani uchun o'sha og'riq bilan ana не справилась. Buni og'riqni yenga olmadilar, ko'tara olmadilar.